Bu video aslida anordan qanday oson sharbat tayyorlash va buni organizmimiz uchun qanday ta'siri, qon bosimini normaga tushirishlari-yu gemoglobinni qanday qilib ko'tarib berish haqida ko'p ma'lumotlar berilishi kerak edi. Lekin sizlar bilan biz bugun boshqa mavzuda gaplashamiz. Assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Bugun sizlar bilan Allohning bizga bergan lekin bizlar hech qachon sezmaydigan ne'matlarning ba'zilarini tafakkur qilib ko'ramiz. Yaqinda qattiq gripp bo'lib qoldim. Har safar gripp bo'lganimda 3-4 kunda o'tib ketardi, lekin bu safar sal boshqacharoq shaklda bo'ldi. Oxirgi paytlarda hidga bo'lgan sezuvchanligim juda yaxshi ishlatgandi. Oddiy uyda tuxum pishirsam ham birinchi uncha bilinmay, pishirib bo'lganimdan keyin u hid umuman yoqmay qolayotgandi. Endi bo'lsa hidni umuman sezmay qoldim. Hidni sezmay qolishim bu jarayon hayotim davomida birinchi marta bo'layotgani uchun bu narsa menga qiziqarli tuyuldi va bu narsa menga yaxshidek tuyuldi. Undan keyin esa boshlandi. Inson hayoti davomida bir kunni amallab hidni sezmasdan o'tkazib yuborishi mumkin, u qiziqarli tuyuladi. Lekin u hayoti davomida har kuni takrorlanaversa-chi? Unday bo'lsa, ko'p narsalarni analiz qila olmaydi. Yomg'ir hidini, tuproq hidini, hatto eng oddiy chesnok hidini ham to'yib hidlagim kelyapti. Men endi tushundim, bu narsa men o'ylaganimdek yaxshi narsa emas ekan, balki Alloh bizlarni qanaqa ne'matlar ichiga ko'mib qo'yganini endi angladim. Hidni sezmayotganim bir tomon bo'lsa, ta'mni sezmayotganim umuman bitta boshqa tomon bo'ldi. Men ovqatlarni mazali qilib, ta'mini his qilib yeyishni juda ham yaxshi ko'raman. Har xil taomlarni tatib ko'rgim keladi. Hozir bo'lsa ovqatni shunchaki qornim och qolib ketmasligi uchungina yeyapman. Bugun hayotim davomida umuman yeb ko'rmagan bir ovqatimni yeb ko'rdim. Lekin ta'mini his qila olmadim. Faqat chaynalishidan, qanday pishganini bila oldim xolos. Allohim, sen qanchadan qancha ne'matlarni bizlarga tekin berib qo'yibsan-a? Oldin bularni ne'matligini bilardim-u, lekin hech hozirgidek anglamagan ekanman. Allohim, buni menga anglatganing uchun senga cheksiz shukronalar aytaman. Alhamdulillah.